Assalomu alaykum aziz do'stlar. Har kecha biz uxlaganimizda miyamiz tanamiz bilan birga dam oladi deb o'ylaymiz. Ammo aslida miya u paytda ham ishlaydi va u yaratadigan eng sirli narsa bu tush. Ilm uchun bu neyronlar faoliyati, din uchun esa ruhiy xabar. Bugun biz aynan shu haqida suhbatlashamiz. Tush nima? Nega ko'ramiz? Va Alloh bu orqali bizga nima demoqchi bo'ladi? 1953-yil amerikalik olimlar Natalie Kleiman va Eugene Azerensky birinchi bor uxlayotgan odamning ko'zlari tez-tez harakat qilayotganini payqaydilar. Bu bosqich REM fazasi deb ataladi. Hozir bilamizki, inson aynan shu paytda tush ko'radi. Ilm aytadi, tush bu miyadagi ma'lumotlarni qayta ishlash jarayoni. Xotira, hissiyotlar, kun davomidagi voqealar hammasi tush orqali saralanadi. Lekin savol tug'iladi. Agar bu shunchaki miya faoliyati bo'lsa, nima uchun ba'zan tushlar bo'ladigan hodisalarni oldindan xabar beradi? Nega ba'zi tushlar haqiqatga aylanadi? Bu yerda ilm javob bera olmaydi. Bu yerda ruh gapiradi. Dinimizda tushning o'rni katta. Qur'onning o'zida Yusuf alayhisalom hayoti aynan tush bilan bog'langan. U tush ko'rdi va Alloh unga ta'bir ilmini berdi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ey Yusuf, sening Robbing seni tanlab ta'bir va hikmatni o'rgatdi. Yusuf surasi 6-oyat. Demak, tush bu ruhiy aloqa, xabar yoki ilhom bo'lishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Solih insonning tushi payg'ambarlikning 46 qismidan biridir. Buxoriy rivoyati. Bu degani ba'zi tushlar Allohdan keladi. Ular insonni ogoh qiladi, sabrga chaqiradi yoki xushxabar beradi. Ammo har tush ham Allohdan emas. Ulamolar tushlarni 3ga bo'lganlar. Allohdan keladigan haq tush, noto'g'ri yoki xayoliy tush, shaytondan bo'lgan insonni qo'rqitishga qaratilgan tushlardir. Musulmon tarixida tush ta'biri alohida ilm bo'lgan. Imom Ibn Sirin, Imom Nabaviy va Ibn Qayyum barchasi tush ta'biri haqida kitoblar yozgan. Ular aytadilar: haqiqiy ta'bir faqat Allohning ilhomi bilan bo'ladi. Har tushni har kim ham ta'bir qila olmaydi. Masalan, suvni ko'rish ilm yoki hayot ramzi, nurni ko'rish hidoyat ramzi, qorong'ulikni ko'rish gumrohlik ramzi bo'lishi mumkin. Lekin bu har insonga mos ravishda farq qiladi. Ilm aytadi, tush miyaning ishi. Din aytadi, tush ruhning so'zi. Balki bu ikkisi ham bir-birini inkor qila olmaydi. Balki tush ruh orqali miyaga yetgan xabardir. Ilm va dinning haqiqiy birlashishi insonni anglashishga yordam beradi. Balki inson tush orqali o'zini to'liq ko'radi. Tush bu ichki olamning oynasidir. Tush bu Allohning insonga bergan noyob ne'mati. U orqali ruhimiz biz bilan gaplashadi, xotiramiz shifolanadi va Alloh bizga belgilar jo'natadi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar: solih tushni yaxshi ko'ring, u Allohdandir. Agar tushingiz yaxshi bo'lsa, shukr qiling. Agar og'ir bo'lsa, uni Allohga topshiring. Chunki har bir tush bir ma'no, har bir ma'no bir xabar. Bu dunyo tushga o'xshaydi. Lekin haqiqiy uyg'onish Allohning huzurida bo'ladi. Do'stlar, bu video orqali sizlarga aql o'rgatish niyatimiz yo'q. Shunchaki din va ilmni solishtirib ko'rdik xolos. Albatta, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir insonning fikri biz uchun juda muhim. Xayr, salomat bo'ling.